Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Istanbul fathiga oid bo'lgan syomkalarimiz hali ham davom etyapti. Biz bilamiz, oxirgi 2 seriyada Istanbul fathi amalga oshirildi. O'tgan seshanba ko'rdik. Endi kelasi halqasida Aya Sofiyaning masjidga aylantirish sahnalari sodir bo'ladi. Biz hozir Sulton Muhammad Fotih rahimahullohning qabrlari yonidan turib syomkamizni boshlaymiz. Bu Fatih masjidi. Birinchi haqlariga duoyi fotiha bilan Istanbuldan qayerlarida nima amallar sodir bo'ldi bilganimizchalik joyida borib syomka qilishlikni bugun amalga oshiramiz inshaalloh. Qaysi darvozadan kirdi, qaysi darvozadan tantana bilan kirildi, qayer birinchi fath qilindi va shahidlarning qabrlari qayerlarda, shularga oid ba'zi ma'lumotlarni taqdim etamiz bugun inshaalloh. Boshladik. Eslatib o'tamiz, Istanbul fathida mana shu yerdan va hamda Xalij tarafidan ichkariga bosib kirilgandan keyin hatto Uskudar taraf dengizlarda ham kemalar bilan berkitgan bo'ladi. Dushman qochib ham chiqib keta olmaydi biron joyga. Keyinchalik ichkarida juda shiddatli janglar sodir bo'ladi. Bu yerdan kirishga kirdi. Endi nafaqat kirishlik bilan ish tugamaydi-da. Ichkariga kirgandan keyin tasavvur qiling, 1000 yillab turib himoyalangan qal'a faqat tashqi devor bilan himoya saqlanmaydi-da. Ichkarida ham A plan, B plan deganday navbatdagi planlar dushmanni ichkarida ko'cha janglarida ham ovlashlik uchun qanchalik tuzoqlar qurilgan bo'ladi, qopqonlar. Va kinoda ham bularni juda ajoyib shaklda o'ynab ko'rsatdilar. Ichkarida ham juda shiddatli janglar bo'ladi. Hatto Buxorodan kelgan 7 Amir qabri Fatih masjidining yonida hamda hozirgi kundagi Sarajxona baladiyaning atrofida ham shiddatli janglar sodir bo'ladi. Shu yerda shahid tushgan shahidlarning qabrlari ayni o'sha joylarga qo'yilishlik bilan davom etadi. Ya'ni imkonimiz yetsa ichkarilardan va Xalij taraflaridan va butun atrofdan imkonimiz yetgan joylardan taqdim etishlikka harakat qilamiz. Bu Fatih darvozasining ichki qismi. Ya'ni Fath birinchi mana shu yerdan sodir bo'ldi. Istanbul fathi kuni ertalab shohiy to'p katta zarba berib, aslida bu yerda darvoza bo'lmaydi. Aslida o'sha shohiy to'p bilan urib, mana devorni teshib tashlagan joyi. Maydalab, parchalab tashlaydi. Tasavvur qiling. O'sha biz bayon qilgan 3 qatli devorlarda shu tarafdan o'sha buyuk shohiy to'p zambaragi bilan urib mana shu joyda ochib tashlaydi. Asli bu yer darvoza bo'lmagan, keyinchalik darvozaga aylantirilgan. Shu yerda urib teshib taylaydi-da. Butun islom lashkarlari hammasi aytilishiga qaraganda engaklab kiradi. Ya'ni enkayib, pasayib, maydalab kiradi deydi mana shu atroflarga. Tasavvur qiling. Ajoyib, eng shiddatli janglar sodir bo'lib, Istanbulga birinchi qadam taylangan joy. O'sha kundagi hayajon, fath, g'alaba, ichkariga kirilganlikdan xursandchilik lahzalarini tasavvur qiling. Shu yerdan fath qilib kirgandan keyin mana bu kichkina masjid bu ko'cha orasida. Hozir buni Harb masjidi deb nomlaydi ekan. Mana shu oralikda fath qilib mana shu yerga hammasi kirgandan keyin bilasiz, yillardir hujum qilingan. Ya'ni bular xosatan Sulton Muhammad Fatihning askarlari 50 kundan beri qamalda turib
qachon fath bo'ladi, qanday fath bo'ladi, hamma hayajon bilan kutib turgan lahza sodir bo'lib ichkariga kirgandan keyin mana shu yerda hammasi saf tortib shukrona namozini ado etadilar. Hozir joyiga masjid qurilib, Harb masjidi deb nomlab qo'yilibdi. Biz bilamiz, Istanbul fathida asosan Xalij tomoni zaif bo'lganligi uchun Xalij tomoni kemalarda quruqlikdan yurib kirib kelingan joy bo'lgan. Keyin va quruqlikdan ajoyib hujumlar bo'lgan. Lekin asli ertalab o'sha fath bo'lgan kuni ertalabki vaqtda eng birinchi kirilgan joy Xalij tarafdan mana shu darvoza bo'lgan ekan. Hozirgi kunda bu darvozaning ismi Jibali kapısı deyiladi, ya'ni Jibali karakoli darvozasi. Keyinchalik bir darvoza bo'lib foydalanilgan, kelgan xalqlar bu yerda qarovullar turgan, qarovullarni eski davrda karakol deb nomlagan ekan. Keyinchalik polis nuqtasi ham bo'lib qo'llanilgan. Mana bu taraf Xalij. Biz o'tgan videolarimizda bayon qildik, mana bu tarafdan kemalar tepalikdan pastga tushib kelgan joy edi. Va eng zaif birinchi tushgan joy mana shu nuqta edi. Birinchi zarba jelib fath qilingan joy mana shu darvoza bo'lgan. Mana bu yerda ham o'sha fathda bo'lgan voqealarda shu yerda naql qilibdi. Bu yer esa Xalijdan chiqib kelgan joyda Sekban boshi Abdurahmon og'a turbasi debdi. Bu yerda ichkarida bir qabr bor. Bu ham Istanbul fathi asnosida mana shu yerda jangda shahid tushgan ekan. Yancharlar, ya'ni Yenicharilar qo'mondonlaridan biri hisoblangan ekan. Mana bu boya aytganimizdek bu simbol o'sha Ne'mal Jaysh lashkarlarining qabri bo'lgan joylarning simbollaridan bittasi. Bu esa Xalij devorlari. Xalij yo'lidan davom etamiz. Bu yer esa Xalijdan boshlab tepaga qarab chiqishni boshladik. Bu ham eski devorlardan qoldiqlaridan biri bo'ladi. Tasavvur qiling o'sha davrda qal'aning mustahkamligini. Bugungi zamonamizdagi katta zarba beruvchi zambaraklar bilan urilganda ham bu qal'a osonlik bilan yiqiladigan qal'alar emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada Xandaq jangida musulmonlarning eng qiyin vaziyatda bo'lib, hatto o'zining hojatiga chiqishlikka qo'rqib turadigan darajada xavfli bo'lgan bir paytda, musulmonlarning juda ham xatar ustida zaiflik paytida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha davrdagi sahobalarning iymonlarini kuchaytirishlik uchun, azmi qarorlarini mustahkamlash uchun bir toshni sindirayotganda, tosh 3 marta singanda har birida Rum fath bo'ladi, Konstantiniya fath bo'ladi yoki bo'lsam Yamandagi San'o darvozalarini ko'rayapman, forslarning qal'alarini yumalaganini ko'rayapman deganini bashorat bergan edi. Orqasidan boshqa hadisda bilamizki, Konstantiniya albatta fath qilinadi. Uning fotihi eng yaxshi amiri, eng yaxshi amir va uning lashkarlari eng yaxshi lashkar. Hadis lafzida fala ni'mal amiru amiruha va la ni'mal jayshu zalikal jaysh deb keladi. O'sha ni'mal jaysh nomini Istanbul fathidan keyin o'sha Sulton Muhammad Fatihning lashkarlariga, fathda qatnashgan lashkarga ni'mal jaysh degan atamasi berilgan.
Shuning uchun qabrlarni axtarib qarayotganligimizda albatta u yerda Ne'mal Jayshdan hisoblangan shahidlar qabristoni deb yozib qo'yadilar shu yerda. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi joyimiz bu Istanbul fathi paytidagi o'sha davrdagi imperatorning saroyi. Ya'ni Istanbul qal'alari yiqitilgan, fath bo'lgan paytda Konstantin Dragos o'sha paytda imperator edi. O'shaning saroyi mana shu Tekfur saroyi deb nomlangan hozir. Bu Ayvon saroy mintaqasida joylashgan. Hozir bu saroyning üst qismidan syomka qilamiz, chunki ichini bayon qilmaymiz. Ichini boshqa videolarimda bayon qilganman, albatta. Bu Tekfur saroyi fath asnosida imperator mana shu saroydan hukm yuritar edi. Tasavvur qiling, 1000 yillab hukm surgan Rum imperiyasining saroyining hovlisiga kirayotirmiz. Hozir esa sayohiy bir joyga aylangan. Mana bu toshlarning hammasi o'sha zamonni eslatadigan toshlar. Eng oxirgi Rim imperiyasining tugagan joyi. Imperator saroyining ustiga chiqib borayotirmiz liftda. Saroyning har bir terazasidan, jomlaridan butun Istanbulning ko'rinib turishi. Saroyni shunday joyga qurganki, butun Istanbulni ko'z ichida ko'rib turadigan shaklga imkoniyatga ega. To bo'g'ozgacha ko'rinadi. Bu taraf Fatih masjidi va bu taraf Edirne kapı taraflari. Hurmatli kuzatuvchilar, biz balkonning ustiga chiqdik. Mana bu saroyning sahnasi. Bu saroy hovlilaridan hisoblangan. Aslida qal'aning tashqari tarafi hozir bu ko'rinishi. Mana bu qal'a bu shaklda davom etgan. Bu saroyning o'zi, biz balkonning ustidamiz. Aynı shaklda Istanbul qal'alari bu shaklda bu yoqqa qarab davom etib ketgan to Marmaray dengizigacha. Tasavvur qilamiz, imperator shunday bir joyga qurganki saroyda ayni damda tashqarida musulmonlar qanday harakat qilib qal'aga hujum qilayotganliklarini ham doim balkondan kuzatib turish imkoni bor edi. Va mana bu Tekfur saroyining ham balkoni. Hozir buni biroz o'zgartirib yopib qo'yganlar, lekin aslida imperator mana shu balkondan turib ham xalqiga mana bu pastda maydonlar bo'lgan xitob qilib gapirishlarini shu yerdan amalga oshirardi. Edirne kapı darvozasiga qarab qal'aning ichki qismidan davom etayotirmiz. Bu ko'chalarda yurishlik va mana bu qal'alar yon tarafingizda turishligi ajoyib bir hissiyot beradi-da. Bu darvoza Edirne kapı darvozasi.
Istanbul fath bo'lgandan keyin Sulton Muhammad Fatih doimiy qo'llangan darvozasi mana bu yerda hozir ko'rsatamiz. Mana shu darvoza o'sha Sulton Muhammad Fatih doimiy darvoza qilib foydalangan. Ichki tomoni hozir tashqi tomonidan ham ko'rsatamiz. Demak, biz darvozaning tashqi tarafidamiz. Tasavvur qiling, 3 qavatli himoyalangan qal'alardan biri bo'lgan. Bundan birinchi boshida xandaq bo'lgan. Mana bu xandaqning ichida odatda suv bo'ladi. Hozircha to'lib berkilib qolgan. Xandaqni yo ko'prikdan oshib o'tasiz, ko'prikning ustini buzib tashlangan bo'ladi yo berkitib tashlangan bo'ladi. Undan keyin mana bu birinchi qal'a atrofda mana shu mintaqada bo'ladi, pastroq. Ikkinchi qal'a esa taqriban mana shu mintaqalar, ikkinchi qal'aning joyi. Keyin esa darvozaga qarab davom etadi. Sulton Muhammad Fatih bu tarafda Topkapı darvozalari bor. U yoqdan fath qilib kiriladi birinchi yerga. Keyin esa 3 kundan keyin juma kuni tantanaviy bir tantana bilan kirishlikni xohlaydi-da, butun lashkarlarni olib chiqib mana shu maydonda to'plab, shu yerdan otga minib, rasmlari bor, juda mashhur, qo'yamiz ularni ham. Mana shu darvozadan kiradi. Shundan boshlab Sulton Muhammad Fatih va undan keyingi butun xalifalar, sultonlar mana shu darvozani rasmiy kirish darvozasi qilib foydalanib kelingan. Mana bu yerda o'sha fath kunining eslatmasini yozib qo'ygan. Boshiga inna fatahna laka fathan mubina. Biz senga bir fath mubin ato etdik degan ma'noda. Hozir esa biroz qarovsiz holda. Kelajakda ba'zi bayonchilarning aytishicha, mana shu yerlar juda chiroyli bog' bo'lib, bu yerga aslo mashin kirmaydi. Darvozadan kirgan joyda mana Mehrimoh Sulton masjidi bor. Bu masjidning darvozalari ham ochilib, atrofi bog'chaga aylansa, tarixiy merosga ajoyib himoya qilingan bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda yanada o'sha Istanbul fathi asnosida shahid bo'lgan Ni'mal Jaysh lashkarlaridan bo'lgan eng yaxshi lashkarlarning qabristonlari hisoblanar ekan. Bu ham qal'aning tagida. Ya'ni bu nuqtalar jangning eng shiddatli sodir bo'lgan joylari. Chunki bu yerlar Topkapı Ulubatli hisoblanadi. Mana bu ko'rinib turgan qal'a o'sha kinoda ham mashhur bayroqni qistiraman deb nayza o'qlari ostida shahid bo'ldi. Hasan Ulubatli degan kishi ana shu qal'aning ustiga chiqib bayroqni qistiradi. Shu asnoda uning atrofi eng shiddatli jang bo'lgan nuqtalar shu yerlar va qal'aning tagida o'sha shahidlarni joyiga ko'mishga harakat qilingan. Insonlar qal'aga kirganlar, shu yerda shahid bo'lib, shu yerda dafn etilganlar. Alloh taolo rozi bo'lsin hammasidan. Payg'ambarimiz bashorat bergan Ni'mal Jaysh, eng yaxshi lashkar askarlaridan hisoblanadi bular. Bu qal'aning butunlay yiqilib yo'q bo'lib ketgan joylaridan biri ekan. Qal'a tamoman yiqilib ketgan. Mana qarang, bu birinchi asosiy qal'aning kengligini 5 metrlar bor. Ikkinchi qal'aning balandligi, uning nariyog'ida yerda esa xandaqlar bo'lgan keyin. Fath asnosida shahid bo'lgan yana bir shahidlardan qabrlaridan biri bu 7 Amir qabristoni. Mana shu simvol qo'yilgan joylarning barchasida shahidlar mozorlari bo'linadi. Bu yerdagi 7 ta amir Buxorodan kelganligi bayon qilingan ekan va buning orqasida boshqa qabrlar bor. Ya'ni Istanbul fathida shahid bo'lgan yoki keyinchalik shahid bo'lgan Ni'mal Jaysh askarlaridan bir qismi hisoblanadi. Navbatdagi Ni'mal Jayshdan hisoblangan shahidlar qabristonidan biri Hammal deda qabristoni. Ya'ni Hammal deda kishi degan kishi
ham shu yerda ekan, lekin aslida bu yerda bir nechta shahidlar jang paytida shahid bo'lib, shahid tushgan joylari, shahid bo'lgan joylariga ko'milgan ekanda bular. Bular biroz yangilashtirilgan. Bu Aqsaroy metrosining oldida. Mana bu Aqsaroy metrosi har doimgidek butun dokument yo'qlarni ushlab ketadigan joy mana shu yer. Metroning orqa tarafi, shuning ug'lida joylashgan juda buyuk bir daraxt bor bu yerda. Va bu yog'i Fotih masjidiga qarab tepaga chiqib ketadigan joy. Navbatdagi joylarimizdan biri Aqsaroy maydoni. Bu yer Aqsaroy metrosi. Uning yonida bir buyuk masjid bor. Masjidning yonida ajoyib katta qabriston bor. Bu qabristonda nima uchun ko'rsatyapman? O'sha oxirgi imperatorning farzandlari bo'lmaydi. Dragosda uylangan bo'lmaydi hatto. Lekin ukasi, yana bir ukasi bor edi. Ukasining esa farzandlari bor edi. Ular yosh bola, 5 yoshar, 6 yoshar bolalar bo'ladi. Fathdan keyin ular yetim bo'lib qoladi. Sulton Muhammad Fotihning qo'liga tushgandan keyin bularni olib Andarun, ya'ni Topqopi saroyining Andarun saroyi madrasalarida ta'lim berib, musulmon bir yigit qilib, qahramon bir musulmon olim yigitlar qilib chiqaradi. Birov Masih pasha, birov Murod pasha. Ikkovi katta bo'lib, hatto birovi Sulton Muhammad Fotihning o'g'li Sulton Bayazidning davrida vazir bo'lib ishlaydi. Ya'ni musulmonlikda shu darajada oldinga ketadiki, ham qobiliyat bor, ham musulmon, layoqati bor, vazirlik darajasiga ko'tariladi. Islom dinida ana shunday asolatga qaramaydi, balki imkoniyatga, ya'ni layoqatiga qarab, hatto sadr a'zamlikka, vazirlikka o'sha dushmani bo'lgan imperatorning nabiralarini ta'lim tarbiyalar bilan kattartib, islom dini uchun katta xizmat ko'rsatgan vazirlar qilib yetishtirganlar. Aqsaroy maydonida. Ya'ni o'sha ikki Masih pasha bilan Murod pashaning qabri mana shu qabriston ichida ekan. Uning darvozasi hozir yopiq, ichiga kira olmadik va aniq qaysi ekanligini hozircha bilmayman. Lekin tarixchilardan eshitganim mana shu qabristonning ichida deb bayon qildilar. Va Istanbul buyuk shahar baladiyasi bu. Uning yonida shunday bir kichkina masjid va mahalla bor. Mana bu kichkina masjid, bu yoq Shahzoda masjidi. Mana shu maydonchaning yonida ozgina qabriston bor. Shu yerda bu qabristonning ismi 18 Sekbanlar qabristoni debdi. Bu ham Yenicherilar tarafidan bo'lgan 18 ta shahid mana shu yerga ko'milganligi bayon qilingan ekan. 18 ta shahid bu yerda shahid bo'lishligi, ya'ni juda shiddatli jang bu yerda sodir bo'lganligining bir ma'nosiga keladi. Aytilishicha, Istanbul qal'alaridan boshlab fath qilinib, to mana shu nuqtagacha xilma-xil janglarda sodir etib kelganlar. Lekin eng oxirgi jang nuqtasi shu yer bo'lgan deydi. Bundan keyin bu yoqda ortiq askar qolmagan deyiladi. Istanbul fathida kirib kelganda ham Chapa tarafidan, ham Yedikula tarafdan, hamda Topqopi, hamda mana bu Aqsaroy metrosining bo'lgan Vatan jaddasi hamda Vatan jaddasining to'g'risidan lashkarlar shaharga xilma-xil ko'chalardan kirib keladilar va eng oxirida shu yerda Bizans askarlari bilan shiddatli janglarda va shu bilan Istanbul fath qilinadi. Mana bu yerga Qur'on oyatidan shahidlar haqida nozil bo'lgan oyatlardan birini yozib qo'yibdi. Qalallohu ta'ala, a'udhu billahi minash shaytonir rojim.
لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Alloh yo'lida o'ldirilganlarni o'ldi demanglar, balki ular Allohning nazdida tiriklar, sizlar ularni his qilmaysizlar deb mana shu qabristonning ichiga Qur'on oyatidan bir parchani yozib qo'yibdi. Demak, aziz kuzatuvchilar, biz oxirgi videomizda Aya Sofiyadan chunki Aya Sofiya fathning eng tugash nuqtasi bo'lganligini Aya Sofiya bilan tugatishni istadik, lekin vaqt kun kech bo'lib qoldi. Jangning eng oxirgi bo'lgan joyida tugatib qo'ya qoldik. Kelgusi videolarda hali bu shaklda videolarimiz davom etadi Istanbulni kashf qilishlikda. Hozir bugun qo'limizdan kelgancha Istanbulda aylandik, ko'rsatdik. Alloh taolo rozi bo'lsin ulardan. Eng yaxshi lashkar, eng yaxshi qo'mondon bilan birgalikda Istanbul shaharini, butun Konstantinopol shaharini Islambol shahariga aylantirib bergan kishilar. Shularning mehnatlari soyasida Alloh taoloning fazli karami bilan Istanbul hozir masjidlarga boy, azonlar ozod aytiladigan islom shahari bo'lib ko'rinib, butun sayohatchilar, har qanday bir sayohatchi bu yerga kelganda islomiy bir shahar ekanligini bir xursand bo'lib ko'zi bilan ko'rib qaytib ketadigan bir shaharga aylanib turibdi hozir. Alloh barcha bu shahar uchun xizmat ko'rsatgan mo'min musulmonlardan o'zi rozi bo'lsin. Kelgusi videoda ko'rishgunimizcha xayr. لا إله إلا